Yosh doktor Sajida Tursun Xitoy mustabid hokimiyatining Sharqi Turkistondagi jazo lagerlarining qurboniga aylangan Uyg'ur ziyolilarining biridir. Doktor Sajida Tursun 1986-yili Aqsu shahrida dunyoga kelgan. Kichkidan Xitoy maktablarida o'qigan Sajida Shanxi Pedagogik universiteti G'arbiy Shimol millatlar tadqiqot markazining millatshunoslik kasbida o'qigan. 2013-yili Germaniyadagi mashhur tadqiqot o'rinlaridan Max Planck universitetining o'qish mukofotiga erishib, 2016-yili antropologiya kasbi bo'yicha doktorlik unvoniga erishgan. Sajida Tursun 2017-yili 3-oyda uzun yillardan buyon ko'rishalmagan va salomatligi yaxshi bo'lmagan dadasini yo'qlash uchun yurtiga qaytgan. Lekin Urumchi aydromiga tushishi bilan tutqun qilingan ve Qağılıqdaki bir yığılış lageriga qamalgan. Dadasi uni ko'rolmay vafot topgan bo'lib, dadasining o'limidimi uni uyga qaytishga ruxsat qilmagan. Avstraliyalik Xitoy yozuvchi va mulohizchi Yang Xingjun Xitoyda g'oyib bo'ldi. Sidney Texnika Universitetining Xitoy ishlari tadqiqotchisi Feng Chongyi uning o'tgan hafta New Yorkdan Guangzhouga ketganligi va shuningdan buyon uning bilan aloqalashmaganligini hamda uning Xitoy bexatarlik tarmoqlari tomonidan qamab qo'yilgan bo'lishi mumkinligini bildirdi. Avstraliya tashqi ishlar va savdo ministrligi Xitoyda yo'qolib ketganligi doklad qilingan bir fuqarosining izdirkini qilayotganligini bildirdi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi bo'lsa, bu ishdan xabarning yo'qligini aytdi. Xitoyning Pokistondagi bosh elchisi Yao Jing Xitoyning Talibanni Afg'onistondagi bir siyosiy kuch deb qaraydiganligini aytdi. Pokiston taratqullarining xabar qilishicha, Peshawar shahridagi bir faoliyatda so'z qilgan Yao Jing Afg'oniston tinchlik musobaqasiga qatnashayotganligi uchun Xitoyning Talibanni bir siyosiy kuch deb qaraydiganligini, lekin ba'zi masalalarning borligini aytdi. U yana Pokistonning Afg'oniston tinchlik musobaqasiga rolini muayyanlashtirgan. Türkiye reisi Recep Tayyip Erdoğan çarşamba günü Moskvaga yetib kelib, Rossiya prezidenti Putin bilan 2019-yildagi tunji qatimliq uchrashishni elib bordi. İki rahbar iki davlat munosabati, shundaqla Suriya masalasini cho'rdigan holda rayon va xalqaroliq masalalar haqida fikr almashtirdi. Uchrashishdan keyin o'tkazgan axborot e'lon qilish yig'inida Putin Amerikaning Suriyadan askar chekintirishni aktiv ilgirlash deb qaraydiganligini bildirdi. Erdoğan bo'lsa, Amerikaning Suriyada bir xavfsizlik rayonini qurishni xohlaydiganligini, bu haqda Turkiya bilan Rossiya orasida fikr ixtilofi yo'qligini ta'kidladi. Amerika prezidenti Donald Trump Venezuelada o'zini vaqtliq prezident deb e'lon qilgan parlament raisi Juan Guaidoni e'tirof qilganligini bildirdi. Uning bayonotidan keyin Venezuela prezidenti Maduro bayonot e'lon qilib, Amerika bilan bo'lgan barliq diplomatik munosabatlarga qaytadan qarab chiqadiganligini bildirdi. O davlatidagi Amerika diplomatlarining 72 soat ichida Venezueladan ayrilishini talab qildi.